Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaderli qarindoshlar. Hammalarniki bugünkü seyşembe günüge mübarek olsun. Bugün şu tüngen iPad'ni tutupap dikenme, şuna başka bir telefonumda kılıvatıma. Şuna görünüş biraz farklı çıkışım mümkün. Kur'an kunde kılıvatkanda Kur'an sürülerinin kimliki degen bu kitaptan 56. nazil buluş tertip boyunca 56. sure olan A'raf suresi keldik. Tüngen Sad suresini kılgandık qarindoshlar. 56. sure A'raf suresi 255. bettikin. Akşam Tor kitap sayfamızga, Facebook sayfamızga Kur'an sürünün kimlikiniki bir qancha xil nusxasini chiqarib qo'ydim. She'rini tushirib foydalansanlar bo'ladi. Darsniki ninjisini yozib o'tay bu yerga. Ellik yazılmaydığa yazılmayadı. 56. sure A'raf suresi. A'raf suresi, Selamünaleyküm qarindoshlar. A'raf suresi sure 46 ve 48. ayetlarda tilga olingan Al-A'raf kelimesi bilan atalgan bo'lib, A'raf kelimesi to'nush, bilish ma'nosi bildirilgan uruf kelimesidan türlənib chiqqan. Yani A'raf kelimesi nimenin türlünü çıktı iken uruf kelimesinin onun ma'nosi to'nush, bilish degan ma'nodaki. Atning yayli, xo'rozning toji bu hayvanlarning eng tonish belgili bo'lganligi uchun arabchada urf deyiladi. Tam, sepil, qal'a, munar, munbar, sahnaga o'xshash ko'zga oson chiliqadigan ve bir qarashli ko'rgili bo'lgan shaylar uchun bu kelime ishlatiladi. Odatda A'raf cennet bilan cehennem arasidagi bir joy deb tushundirildi. Tabiinlar işinden çıkan meşhur alim Hasan el-Basri ve başka bazı alimler 46. ayette tilga ilingan el-A'raf kelimesini ma'rifat kabiliyeti Ashab-ul A'raf ne ma'rifat egileri degan ma'noda tushungan ekan. Bunun asasen A'raf isminin bir makan ismi emas, ortiqchilikqa ega bo'lgan bir turkum kishilarning sifatini bildirdi deb tushunish texmi to'g'ri bo'ladi. Bundaq bo'lganda bu ismning ma'nosi yaxshilar bilan yomonlarni ayıradigan qobiliyat, yaxshilik bilan yomonlikni ayıradigan qobiliyat degan ma'ni bildirdi. Nasoiyning Hazreti Oyshadan naql qilgan bir rivoyatga asosan bu surening Rasululloh davrida A'raf ismi bilan atalganligi bizga ma'lum. Onundan başqa surega tayin qilingan zaman, tayin qilingan makan degandek ikki ma'noni bildirdi. Miqat ismi berilgan. İki ma'ni bildirgan miqat ismi berilgan. Bu isim mazkur suredagi 143. oyatdan ilingan. Ya'ni Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan ve Rabbi onunğa söz qilgan chaqda. Şüphesizki Allah'ın insanga söz qilishi tarix taraqqiyoti jarayonidagi muhim bir buruluş noktasıdır. Hazreti Musa bu ilahi hitapqa bevosita nail bo'lganligi uchun Kelimullah, Allah söz qilgan kishi degan laqab bilan yod etib kelingan. Bu sure yana Misaq, yani va'da ismi bilan atalgan. Bu isim surega Misaq oyati deb atalgan.
Allah bende arasındaki əhdedin ilham ilingan asasda berilgan. Yani öz vaqtida Rabbim Adem balalarını yani neslini ularning atalarının pushtidan chiqardi va ularni o'zini guvoh qilib, men sizlarning Rabbinglar emasmi dedi. Ular, "He, sen bizning Rabbimizdirsan," guvohlik berdik dedi. Vaqtning o'tishi bilan keyingi ikki ism unutilgan. Sure Mekke'de nazil bo'lgan. Bazı ayetlerini nazarga almaganda 206 ayetlik bu surenin nun harflik kopiyasi surenin bir qatımda yoki bilaklar holatida arqa-marqa holda nazil bo'lganligi dalolat qilmoqda. Surening mazmuni buni ko'rsatgan bo'lib, mazmun jihatdan bir butunlik ega. Sure demoqchi bo'lgan maqsadni ham mohiyat jihatdan ham mazmun jihatdan üzlüksüz aqqan bir deryadek lirik uslub bilan bayon qilmoqda. Bu mazmun xeyli bakin. 10 bettek bakin bunu mazmunchu. Men sureninki ismini üstüge yazıp koymasam bo'lmaydi qarindoshlar. Bu yerga yazib olaylik. 56. sure. Ya qo'l bilan yozilmaydi. Ya qalam bilan. Bu alaylıkini bu nimede yaxshi izlaydik. Bir yerda toza yaxshi ishlamadi. Yani 56. sure qarindoshlar. Buni bir yazgılı bo'lmadi. Bu nuzul tertibi bo'yicha 56. sure biraz uzunken shunlashqa sabringlarni talab qilaman inshaalloh. Yani bu sure dastlabki mezgilde tizilgan nuzul tertiplerining hammasida Sad, Cin sureleri arasida tizilgan. Hazreti Osman tertibida 39. o'ringa, Hazreti İbn Abbas tertibida 37. o'ringa, İmam Jafar tertibida 39 o'ringa tizilgan. Aradagi bu farq zamondagi farqni ko'rsatmaydi. Bizning izohatliq tertibimizda Sad Secde suresi arasida, yani 57. o'ringa to'g'ri kelmoqda. Bu o'rin qadimki tartibga qaraganda texmi orqaga to'g'ri kelmoqda. Bizning tartibimizga asoslangan vaqtimizda surening nozil bo'lish vaqti risolatning 9-yilga to'g'ri keladi. Sad va Cin surelari orasida tizilishi A'raf suresining nozil bo'lish vaqti haqidagi qarashimizni kuchlantirmoqda. Mazkur sure Qur'ondagi eng uzun 7 surening biri. A'raf suresi Resulullah'a teselli bergen halde başlandı. Yani Resulullah'a yürükin sıkılmasın deyilgen. Əslini okumayı, tercümesini okup bitip gitmeye qarindoshlar. Mezbun biraz uzunken A'raf suresiniki. Ey Muhammed, kafirlerini agahlandırışın üçün, müminlerge vez nasihat kılışın üçün bu kitap, yani sure sana nasıl kılındı? Onundan, yani onu tebliğ kılışta kavminin onu inkar kılışını ensirep yürükün sıkılmasın. Ey insanlar, sizler Perverdigarlar tarafından sizlerge nazil kılıngan kitapka, yani Kur'an'a ergişinler. Allah'ını kuyup cinlardan ve insanlardan boğan sizlerini az durduğun dostlarga ergeşmenler. Sizler vez nesiyetini az kubul kılısılar. Kur'an'ın özüge has uslubi işide en köp işitilgen mesani uslubi bu sürdümü özünü eksip durmekte. Resulullah'a teselli bergen ayetlerinin yine de vehiylerine düşmanlık kılvatkanlarını korkutulan bu tehdit ayetlerimi orun almakta. Kur'an hemme kişi üçün hidayettir. Müminge vədiq arqılıq hidayet, münkirlərge vaid,
tehdit seliş arkalık hidayet kılınmakta. Bu noktadan surenin başlanışı kişiye Taha suresinin başlanışındaki biz sana bu Kur'an'ı seni capağı siliş için nazil kılmadık ayetine esletidi. Taha suresinde Kur'an'dan nazil kılınışı ima kılıngan, ama bu surede mezkur surenin nazil buluşu ima kılıngan. Bu surenin başlanış üslubu asasen mezkur sureni Zuha, İnşirah, Taha qatarlıq teselli ve ilham beriş mahiyetideki sureler qatarıga tiziş mümkün. Sure bu başlanıştan keyin sözüne ilahi kalamını ima kılgan asasda Adem ve İblis kıssası keltirdi. Bu kıssa arkalık Adem günah ötküzdü, İblis mi günah ötküzdü. Lekin Adem günahını itiraf kılıp Adem boldu, İblis günahıydı çın turup şeytan boldu. Bu ikisi bütün insanlar için yaxşı ve yamanның tuncu örnekleri boldu dep nasihat kılmakta. Bu kıssadan şu savak çıkmakta. Şeytanlaşış bilen neticelengen ceryanның birinci basqıçıda Allah'tan ümidini üzüş gelmekte. Çünkü İblis ismi ümidini üzgen diye məni bildirdi. Ve Allah'tan ümidini üzgücünün Allah mı ümidini üzüdü. Mana bu hakiki baxtsizlikdir, falakettir. Yani mana qayt oqutay qarindaşlar. Bu qissadan şunda savaq çıkmakta. Şeytanlaşış bilen neticelengen ceryanның birinci basqıçıda Allah'tan ümidini üzüş gelmekte. Çünkü İblis ismi ümidini üzgen diye məni bildirdi ve Allah'tan ümidini üzgüçüdün Allah mı ümidini üzüdü. Mana bu hakiki baxtsizlikdir, falakettir. Kur'an'da Adem İblis kıssası 7 joyda tafsili halda bayan kılındı. Lekin bu kıssalarda ta'kidlangan mesele bir-biri bilan o'xshash emas. Birisida farishtalarning itoati ta'kidlangan bo'lsa, yana birisida shaytonning isyoni gavdalantirilgan. Yana birida Adamning tavbasi asos tema qilingan bo'lsa, yana birida iblisning umidsizligi nuqta qilingan. Araf suresida bayon qilingan Adam iblis qissasining asosiy temasi bizningcha iblisning aktiv yomonlardan bo'lish yo'lida ching turib olishi. Tüvendik ayetler bunu göstermekte. İblis aytdi: "Sen meni azdırdın. Qasam qilaman ki ular yine Adem aleyhisselam ve onun avladıga vesvese qilish uchun çoqum sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman. Andın hem bivasıta ve aşkara hem vasıtılık ve yuşurnalda hem sürütü haqtin görünüş arqalıq hem ularning acizligi ve nefsi xohishidan foydalanib ularga cho'qim hujum qilma. Ularning ko'pchiligining ne'matinga shukr qilishda emasligini ko'rsa debdi. Yani ne'mati shu Allohning ne'mati, ne'matda qarindoshlar, Qur'oni Karim. Bu qissadan barliq odam bolalari ibrat edish kerak emasmi? Qur'onmo mana bu nuqtada insonlarning hammasini bu qissadan saboq elishga chaqirdi. Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni azdırıp jannatdan chiqarib etgandek sizlarni azdırıp etmesin. Şeytan ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimini salg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qolishiga shayton sababchi bo'lgan edi. Şeytan ve onun kol astidagileri sizlarni ko'rolmaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhasizki biz shaytonlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. İman etmaydiganlarning do'sti. Adem iblis qissasi bayon qilingan oyatlardan keyin mundaq bir oyatning kelishi cho'qim bir hikmatga turtki bo'lsa kerak. Allah bandalar uchun yaratgan go'zalliklarni, shirin pak rızıklarını kim haram kıldı deb so'ragan ve cevap verip aytgan ki ular bu dünyada müminler için yaratilgan, gerçi ularga kuffarlar şirik bolsa-mı, ahirette bolsa müminlerge xasdır. Allah'ın bir ve şiriki yok yerlikini bildiğin kavm üçün ayetlerini muşundaq tefsili bayan kılımız. 32. ayette.
Ondaqda o hikmet nima? O hikmet birinchidan öz xohishi bo'yicha halol qilingan narsalarning doirasini taraytib, haromlarning doirasini kengaytirish tashabbuslarining orqasida shaytonning yotganligini ko'rsatmoqda. Halolni harom deb qarashni kofirlarning kufri bilan, haromni halol qilishni munofiqning nifoqi bilan qiyoslashga bo'ladi. Ikkinchisi, ya'ni birinchisidagi hikmat nima ekan desa, öz xohishi bo'yicha halol qilingan narsaning doirasini taraytib, ikki putimizni bir yo'taki siqib, tiqib, haromlarning doirasini kengaytirish tashabbuslarining orqasida shaytonning yotganligini ko'rsatmoqda. Halolni harom deb qarashni kofirlarning kufri bilan, haromni halol qilishni munofiqning nifoqi bilan qiyoslashga bo'ladi. İkincisi, surati ko'rinish jihatdan bo'lish bo'lib, nihoyat yushrum bo'ladi. Bu shaytonning ularning ozdirish uchun o'ngdan kelaman, hujum qilaman degan turdagi ezish bo'lib, bu xil ezish shayton ozdiradigan o'nglardan birisidir. Bunun təqdida saxta dindarlıq yatıdı. Onun ulida halal və haramını belgilashda yegana hakim bo'lgan Allohning bu haqqıdan o'ziga nesibi elish arzusi yatmoqda. Bu Qur'on shirik degan ishlar qatoriga kirdi. Bu shirik Rasulullohning o eng yaqin ifodasi bilan qorong'u kechida qop-qora cho'milining qop-qora tosh ustida mengishga o'xshaydigan darajada yushurun bo'ladi. Adem iblis qissasidan keyin kelgan bo'laklarda Adem va iblis birer simvoldir. Birisi yaxshilikni, yana birisi yomonlikni simvol qilmoqda. Birisi aktiv yaxshining, yana birisi aktiv yomonlikning obrazidir. Ademni aktiv yaxshi qilgan amil uning qusursiz bo'lishi emas, chunki o qusursiz emas. Banda xatolikdan xoli bo'lolmaydi. Qusursuzluq Allohga xosdir. Banda xatolikni to'nib, uni e'tirof qilsa, odam bo'ladi va yo'qotib qo'ygan jannatiga erishidi. Odam xatolashdi, iblismo xatolik o'tkazdi. Lekin odam xatoligini e'tirof qilib odam bo'ldi. Iblis xatoligini bo'yniga olmay, o'zini oqlab shayton bo'ldi. Bu vahiy xitob qilinguchi kimni o'zingga o'rnak qilsang, onunga o'xshash bo'lasan. Kimga o'xshash bo'lsang, onunga o'xshash natijaga erishsan degan haqiqat o'ttirib qo'yilgan. Ya'ni 31-oyatdan 58-oyatgacha bo'lgan oralikda o'sha odam va shaytonninki, iblisninki voqealik bayon qilgan bo'lib, buningdagi bizga ko'rsatilgan yaxshi va yomon o'rnaklar bizga manda qilsang, manda bo'lib ketsa, ma ishar qilib, mani qilsang, tövbe qilsang, gunohingni oqlab, yaxshi odamlar qatoriga kira olaysa, bo'yin tovliq qilsang, gunohingni uyilib, texmo cho'ngaytib, mangasa, ya'ni iblisdek shayton bo'lib ketsa demakchi ekan, yomon. Qissadan ilingan bu savaqning bir misali tarixda bor. Tarixda Ademning izidan mangan avangard yaxshilardan bo'lgan payg'ambarlar va shaytonning izidan mengib aktiv yomon bo'lishini tanlagan isyonkor qavmlar o'tgan. Agar shaytonning izidan mangan bu qavmlarning oqibati nima bo'ldi deb so'rasangiz, bu surada bayon qilingan qavmlarning oqibatiga nazar solsangiz, bu savolning javobini topa olasiz. Şeytanın izidan mangan Ad, Hud, Samud, Lut ve Medyen kavimleri halak bolgan idi. Yani 59-ayettin 102-ayet olan aralıkta yukarıda Ad, Hud, Samud, Lut ve Medyen kavimleri halak bolganlık, kanda halak bolganlık to'g'ri qissalar bayon qilingan. Uluhiyet ve rububiyet, nubuvvet ve vahdaniyet delillerden keyin 108'den 117. ayetlerde bu delillerini red kılgan inkarçılarning kasallik bilan to'lgan ishki dunyosi muloyiza qilingan. 118. ayetini tartib surining oxirigacha
yemek, içmek noktasında batıl itiqat ve hurafatlıklar arkalık insanlar topudaki pada psikisi tahlil kılınıdı. Ve hurafatlıkның tevhidning düşman işkenligi misallar arkalık bayan kılınıdı. Şu su toxtatıp geleyim. Kur'an'ın qayerida halak kılınan kavimlerinin kıssaları tilga ilingan bolsa, o yerde Adem iblis kıssası deyilgen mudda aks etmekte. Bu kıssalardan keyin kelgen Musa Firavun'un kıssasını mı okşaş bir ibret noktasından okuş gerek. Musa Adem'nin izidan, Firavun şeytanның izidan mağdı. Yaxşılar bilen yamanlar vaqtning bu tilimida yeni bir qatim yüzdürani uçraştı. Aqibatda Allah'ның kanununun taqaddusası bilen yaxşılar galip geldi. Allah'ның kanununun taqaddusası bilen yaxşılar galip geldi. Qarindaşlar, ümitsizlenmeyli, ümitsizliğin üzü şeytan, iblistin ikenligini bu Kur'an'da bizge aşı vaqalar arqalı tushundirilgan qarindaşlar. Lekin zafer quchgan yaxshilar utuqni Allohning yaxshiligiga berilgan bir mukofoti deb qarashning o'rniga İbrani irqi uni o'zi qo'lga keltirgan haq deb qarab shayton tushgan tuzoqqa tushdi. Musa tavbasi bilan bandaligini va taslimiyati bilan Odamning yo'lidan manganda qavmi irqchilik bilan xatoligida chim turish va Allohga isyon qilish bilan shaytonning izidan mangdi. Neticede vahiy yetkizüş şerifiga nail bo'lgan musulmon Bani İsrail kavmi Yahudileşti. Yani İsrail oğullarının Yahudileşip gitişi degan bu bir kavram. Buni nəhayət yaxşı ta'riflab ustoz Yahudileşiş mailligi degan bir kitobni yozib chiqqan. Bu kitob bek dаңliq kitob, türkçesini elib o'qisanglar bo'ladi. Yahudileşiş tamoyili. Uygurcasını inşallah Allah nisip kısa keler yılları tercüme kılış ihtimalliğimiz pek yüksek. Yani zaten onu Batur kardeşimiz başlap boğan inşallah devamını keltirir. Vahiy yetkisi şerifine nail boğan Müslüman Beni İsrail kavmi Yahudileşti deydi. Anladın mı? Bu agahlandırışlarga kulak salmağanlar mundaq tasvirlengen. Şek şübhisiz ki cin ve insanlardan akıl yürgüzdiğen kalpleri bolgan bilenmo o arkalık haqni düşenmeydiğen, közleri bolgan bilenmo o arkalık Allah'ın kudretinin delillerini görmeydiğen, kulakları bolgan bilenmo o arkalık Allah'ın ayetlerinden ibret edip tınşımaydiğanlarını dozaqqa yequlgu mahkum kıldık. Olar güya hayvanga o'xshaydi. Hayvandan mı better günahdır. Ana şular g'afillardir. Yani qarindoshlar, ma gap xili ig'ir gap. Arab surəsinin 179. ayeti ekan. Şək şübhəsizki cin və insanlardan aql yürgüzdiğən qalbləri bilən bolğan bilenmo o arqalıq haqni düşünməydiğən, közləri bolğan bilenmo haqni görməydiğən Allah'ın kudretinin delillerini görmeydiğen, kulakları boğan bilenme o arkalık Allah'ın ayetlerini ibret edip tınşımaydiğanlarını dozaqqa yıkılgı kıldık. Olar güya hayvan okşaydı. Hayvandan mı better gümrahdır. Ana şular gafillardır arkadaşlar. Qanda qalğançalıq gafil qaldığanlıqni köstüp biripdi. Gafil qalğançalıq qanda bulduğanlıqni dep meni. Tenbiyetul gafilun dep bir kitap var, hem de to'qam kitap. Gafillarga agahlandırış asli Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerimni abda o'qisak, gafillardan bo'lmaymiz. Tushunib o'qisak. Aqlimizni yurgizib o'qisak. Yuqoridagi bo'lak tilg'ilgan bir oyat kalam ilmiga mansub olimlar orasida misaq oyati deb atalgan.
Öz vaqtida Rabbim Adem balalarını, yani neslini, ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlari guvoh qilib, "Men sizlarning Rabbinglar emasmi?" dedi. Ular, "He, sen bizning Rabbimizdir" sen. Guvohlik berdik dedi. Qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demaslar uchun ular buni eslatdi. Bu oyatda tilga olingan va avom orasida qavlu bala deb atalgan misoqning mohiyati kalamchilar orasida munozara temisi bo'lgan. Ash'ari kalam ilmiga mansub olimlar bu misoqni ruhlar olimi deb atalgan bir olamda inson yaratilishdan burun ahd ilingan deb qaraydi. Ash'ari kalamchilari yaqilgan tunji misoq qarashi İmam Maturidi rad qildi. Yani Ash'arininki tunji misoq qavlu bala degan nimasini İmam Maturidi rad qildi degan tunji bo'ladi. Maturidining qarashicha bu oyat insonning tug'ilishidanla bir yaratqushning borlig'ini qabul qilishga moyil fitrati borlig'ini ko'rsatdi. Ya'ni bu oyatda aslida Allohning insonni yaratganda uningga yerlashtirgan fitrati, ya'ni Rum 30-oyatni imo qilmoqda deb qaraldi ekan. Ash'ari kalomining tunji ruhlar olamini qabul qilgan tushunchasi asosan qurilgan bu qarashi aslida islom kalam ilmiga Platonchilikdan u yerga qadim Misrning har masjid ta'limotidan kirgan. Ash'ari kalomining tunji ruhlar olamini qabul qilgan tushunchasi asosan qurilgan bu qarashi aslida islom kalam ilmiga Platonchilikdan u yerga qadim Misrning har masjid ta'limotidan kelgan. Bu falsafa aniq holda bir ruh badan ayrim ustiga qurilgan. Oyatdagi ilohiy misoq bundaq bir falsafa ustiga qurilgan vaqtda bu oyatning insonga deydigan ko'p narsasi qolmaydi. Chunki bundaq bir izohat oyat tilga olgan masalani insonning mas'uliyat doirasining sirtiga chiqarib tashlaydi. Bu masalada hal qiluvchi savol mundaq: bu oyatda tilga olingan Rabbing odam bolalarining pushtidan ularning naslini chiqargan har qitimda iborasini qanday tushunish kerak? Agar bu ibora insonning aql va baliq bo'lish masalasi deb qaralgan vaqtda Rasulullohning 3 kishidan qalam ko'tarildi, ehtilam mezgilda qadam qo'ymagan bolalardan hadisida bergan bu ma'lumot dal joyiga tushgan bo'ladi. Bundaq bo'lganda Rasulullohning bu hadisi Qur'onning nabaviy bir tafsiri bo'ladi. Misoq oyatining nima demoqchi bo'lganini tushunishga tirishayotganda temaning eng oxirida yer olgan bu oyat ko'zimizga chalqmoqda va dilimizni, ko'zimizni yuritmoqda. Sen inson fitratiga eng muvofiq bo'lgan yo'lni tutqin. Yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyrug'in. Nadonlar bilan teng bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lgin. Ya'ni bismillahirrohmanirrohim. Xuzil afva va'mur bil urfi ve a'riz anil cahilin. Yani sen insan fitratiga eng muvofiq bo'lgan yo'lni tutqin. Yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyrug'in. Nadonlar bilan teng bo'lmag'in. Ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lgin. 199-oyat qarindoshlar. Araf surəsinin. Yuqoridagi oyat g'ofillardan bo'lib qolmaslikning yo'lini ko'rsatib bergan oyatlar guruhi ishidan o'rin olgan. 180dan 206-oyatgacha bo'lgan oraliqdagi surada, suraninki shu Araf surəsining oyatlarida Rabbimizga qaysi uslubda bandishlik qilishning adab qoidasini o'rgatgan oxirgi oyatlari suraning 5-da yer olgan Odam iblis qissasida tilga olingan Mekkar iblisdek bo'lib qolmaslikning yo'llari bayon qilinmoqda. Bismillahirrohmanirrohim. Vazkur rabbaka fi nafsika tazarru'a va khifatan va dunal jahri minal qawli bil ghudubi vel asali
ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. Rabbini yılıngan ve onundan korkkan halda içinde yad etkin. Ətigəndə axşamda onu pəs avazda zikri qığın. Özüdün yadlaşqanlardan bolmağın. Unutmağın ki, Rabbin tərəfində səb tutqanlar kibirli qılıb, onunğa ibadet qilishdən baş tartmaydı. Allah'a təsbih etüdü və onunğa səcdə qılıdı. Sadaqallahu. Demək, qarindaşlar, bu şu səcdə qıldı degan yerdə tügüdü, əmdə Secde sürüsüge kiledikenimiz. Bu sürüler bağansırı köpüşke uzun sürüler tekemo köpüşke başlaydı. Biz kitaptaki işte bir kısmının jahraqını tügettik desek mi buldu inşallah. Biz bilen birge sabır kılıp moşu dersini tinşap men kılınlar üçün emmalarga köpten köp rahmet eytimen. Biz qılıvatqan dərs Ustaz Mustafa İslam oğlununki Kur'an Sürülərinin Kimliki degan bu kitap. Bu Aqaba Vakfi yayınları tarafından çıkarılgan. Bu kitapni bizdeki Batur Qaraqallı qarindişimiz Ender Qaraqallı deb görünüdü Facebook'ta. Bunda tercüme qilib, oyunda bir kitap halatiga kelishiga bizden Finlandiyadagi qarindişimiz Eytahul akimiz, qarindişimiz yardım qilgan. Şunu bilan bu özü muqovadan loyilab bu holatga kelgan. Şunu şu kitapdan qilyapmiz. Hozir 56-cı ders tugidi qarindoshlar. İnşallah 57-ci dersdə Sure Naziyatda, Sure Secdede sizlar bilan yine birga bo'lamiz. Ocaq bo'lgan arlıqda men yana bir xushalliqni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu Kur'an sürülerinin bu Kur'an'a göre İslam nime degan kitap. Bu Xenzuchisi. Bu 124 betlik bir kitap bulup çıktı. Canım qarindoshlar. Bunu bizdeki Dolqun qarindishimiz. Toplam bu 140 betlik kitap hamdi. Batur anime Dolqun qarindishimiz tercüme kıldı. Biz bunu bastırdık. Erdem Acar Hoca bizdeki qarindishimiz Oma bir tekvani şirketinden yardım kılıp bu kitabı bastırıp verdi. Yani bu kitabın bütün dünyaya taqdimiz. Yani Xenzucha yani okuyduğun ya olmasa Xenzucha mektepte okup nima qilgan Xenzuan deb oladi ekan hem de aynı qarindoshlarimiz bo'lsa yoki bo'lmasa Xenzular bo'lsa shularga islom dinini Qur'onga ko'ra islom nima degan bu kitap orqali ichida 200 dona savol bor, 200 o'shiq. Valla bedam turabsiz. 200 o'shiq savol bor, shu savollarga berilgan Qur'onga ko'ra javob. Bu hech qanday mazhabni asos qilmagan holda Qur'oni Karimni asos qilib turib Payg'ambar alayhisolamningki risolati bo'lgan Allohningki bizga tushirib bergan nijotliq dasturimiz bo'lgan Qur'oni Karimga asosan javob berilgan savollarga shu kitobimni inglizcha uyg'urcha tarjima qilib berilgan ochdi. Uni shu Batur qarindishimiz tarjima qilgan. Hozir hamda buni Xenzuchni chiqarib bo'lgandan keyin inshaalloh buningki uyg'urchasini chiqarish oldida turyapmiz. Agar dunyoning boshqa yerlaridan bu kitobni bizga ibatib bersangiz, biz buni haqqini bersak, buni biz tarqatsak deydigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Men dunyoning nerede bo'lmanglar, bu kitobni sizlarga sevib berishga tayyorman. Anavası bugünkü A'raf suremizni tamamlagan boldak qarindoshlar. A'raf degan bir tonuşuş degan gapga biz Allohni tonimagan chaqda, oldi bilan o'zimizni tonimagan chaqda Allohni toniy olmaymiz.
Allah'ını qanday tanıydı ekanmiz degan chaqda Allah'ның sürüleri, kelimeleri Kur'an-ı Kerim arqali o'zi bizga qanday tanıtgan bo'lsa, ashunday tanıydı ekanmiz. Onu birer insanın yazıp bergan aqida kitobi emas, yoki bo'lmasa mazhab kitobi yoki fiqh kitoblardan emas, yoki boshqa kitoblardan emas, Allah'ның kitobi bo'lgan ichida la rayba fihi hudal lil muttaqin degan zalikal kitob. Aşarqılıq tanıyımız qarindaşlar. Anda bo'lgandan keyin Qur'onni texmi tanishga to'g'ri keladi. Qur'onni tanish uchun Qur'on so'zlarining bizga nima demoqchi ekanligini tushunishga, anglashga, uning uchun vaqt chiqarishga, analiz qilishga, hazm qilishga, uni praktikada, turmushimizda, amaliyatimizda agar amaliyatimizda uni ijro qilishningki yo'llarini ögünüşkü to'g'ri keldi, canım qarindoshlar. Shunlashqa biz shuning uchun Qur'on so'zlarining kimligini sizlarga sunyapmiz. Bu kitobni tushirib, PDF'ini besib chiqarib o'qisanglarmi? Yoki bo'lmasa app kitobini chiqarib qo'ydik. Android kitobda, Tor kitobda bor, app kitobda bor. App kitobini tushirib olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa yaqinda biz chiqargan bizning shirkatdan tayyorlagan bir app bor, 7 tillik Qur'on appi. Shuningdan ko'rib olsanglarmi bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana shunga o'xshash darslarimizni anglab foydalansanglarmi bo'ladi qarindoshlar. Endi biz qo'limizdan kelishicha barliq amallarni qilib, sizlar bilan shunday bir yaxshi bir kitobning borligini, mena yaxshi bir asarning o'rtaga chiqqanligini paylaştık. Yani bunu anlamaslar üzerlerindeki ihtiyardaki iş. Hiç kimde zorlamaydı. Hiç kimde mecburi imanı keltiremeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kılanmayan bir iş bu çok. Hiç kim kılanmaydı. Kılmaydı hem onun için. Anda boğan iken bizninki ustazның kitabından okunla demeyimiz. Biz tercüme kılan kitabından okunla demeyimiz. Nurg'un olimlarninki Qur'on to'g'riliq, Qur'onni markaz qilgan holatda yozilgan kitoblar bo'lsa bir o'qib beqinglar. Qur'onni tarjimasini boshdan oyoq bir o'qib chiqib beqinglar dedik. Boshqa maqsadimiz yo'q. Shunlashqa bizga nima desanglar, nima deyishingizdan qat'iy nazar, bu Qur'onchi ekan, bu hadisni inkor qildi degan batnomni chaqmasanglar mayli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an çıktı. Değil mi ya? Kur'an'ı yetkizgen bizge, Kur'an'a emel kılgan, onun emelleri hadis. İlmileri de karısanlar, nurgulgan kitaplarda yazılı hatırlaylık, olmuş 250 yıldan yazılan kitaplar. Ama o çağda hadis bulmayan vaxtlarda ne battı? Kur'an-ı Kerim battı. Peygamber aleyhisselam'ın 23 yıllık örnek hayatı battı. Peygamber aleyhisselam demez. Peygamber aleyhisselam bir yaşayan toplum, cemiyet, kim kurulgan devlet deyimiz. Bunların hemmisi doğruluk Kur'an-ı Kerim olağa yol başlap mangan. Peygamber aleyhisselam'ı terbiyeligen dersim o. Şu Kur'an-ı Kerim sahabelerge belgen derisi mi şu Kur'an-ı Kerim? Hayatımı yani şu Kur'an-ı Kerim. Ondan başka bir nersi emez. Şunlar biz hadisini inkar kıldıqlardan emas, başqalarının töhmət sözdürge kulaq sanmanglar. Kur'an-ı Kerim'de okugan adam Peygamber aleyhisselam'da inkar kılanmaydı. İnkar kılışımı mümkün emas. Şunlaşqa Kur'an'da bo'lmagan narsani biz badab turamaymiz. Kur'an'da yo'qkan deymiz. Kur'an'da yo'qkan bu deb qo'ysak, bizni har xil tillar bilan, töhmetler bilan qarılıq Allah. Ular Allah'ın aldıda özleri hesap verişini korkmasa nima dese de versin. Biz yine yolumuzga devam qilamiz. Bugün 56. sure Mişada tamam oldu qarindoshlar. İnşallah Allah yine cenimiz tenimizde bo'lsa 57. sure Secde suresi bilan biz dersimizni Facebook Kur'an halkımız bo'lgan Kur'an surelerining kimligi degan bu dersimizni yine sizlar bilan birga davomlashtiramiz. İnşallah birlikte texmi yaxshi tushunchalarga, texmi yaxshi bilimlarga ega bo'lish uchun
Sizlarni Allohning o'ziga omonat qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning o'ziga omonat bo'ling. Xayrlik ish